Necha pul topsa bo'lyapti aka Premierda? Sebzor ketyapman, Premierga chaqiryapman. Nima taksi keladi, hozir ko'ramiz. Zakazать. BYD Han kelyapti. Qalay endi mashina okajonim? Bu eng fullimi? Bunaqa desa ham bo'ladi. O'sha 705 yuradigan, ha? Buni faqat motori bitta, oldi tortadi. Qolgan hamma narsasi fullida aka. Bu necha pul bu? Salonda 38 ming. Maksimum necha kilometr yuryapti polniyda? Danlik yursam 500-550 euro. Danlida ko'p yeydi-da. Aka, elektromobilga 60 dan tezi tez. Chunki mana 705 kilometr bor-ku. NIDC mi degan normativ bo'yicha hisoblanganda-yu. U 60 kilometr tezlikda tekis yo'lga qo'yilib o'lchanadi. O'shanda 705 chiqadi. Bundan oldin nima mashina haydagansiz? Malibu ham arzonchi tufta mashina emas, yaxshi mashina-yu. Solishtirsa qanaqa? Bu miyatga. Anchami farqi? Короче, minnatdorsiz. Zaryadkalardan qiynalmayapsiz, hammasiga rozisiz. Hozir aka 100 ming elektromobil kirdi O'zbekistonga. Hibridlari bilan hisoblaganda hozir o'zbek 100 ming bor mana. Bu mana kvartalda 100 ming bo'ldi. Qancha yurdingiz hozir bunda o'zi? Общий. 30 ming. Bunda sizda doda tajriba bor. Bir kunda bir 200 dan oshiq yurasizmi? Yuraman. Premierda keldingiz hozir. 200 kilometr top beradimi yo alishtirib turasizmi? Ketiga ulab beryaptimi davomli? Ulab bera olmayapti. Bitta bunda yurmaymiz. Bu ham ikkita. Aha. Maybor. Necha pul topsa bo'lyapti aka Premierda? 500 ming. Bu endi realniy topsa bo'ladigan pulida, to'g'rimi? Mashinani to'kib qo'ymaysizmi aka? Endi nima qilay tirikchilik? Tirikchilik, ha. Alloh oson qilsin, baraka bersin. Moy alishtirdingizmi? Necha marta? Kecha almashdim. Общий mana 30 mingdan necha marta alishtirdingiz? 2 marta? Uchinchisini quydim. Uchinchisini qo'ydingiz. U demak, ani vaqtida qarab yuradigan odam ekansiz. Qayerda quydiryapsiz? Sobraxovda. Sobraxovdan ichkari deymi? Promzonani ichidagi. Ular kastrol quyadi, aka.